Alo. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehriniso xojona, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi sizlarmi? Rahmat. Salomat. Yaxshi. Rahmat onajon, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Avvalambor sizni bugungi Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin dildan tabriklayman. Rahmat. Arziysiz, Sog' bo'ling. hamisha yaqinlar baxtiga, oila a'zolari baxtiga sog'-omon bo'ling. Labingizdan kulgu, yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Rahmat. Arziysiz albatta onajon, ayni damda siz bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli suhbat olib borayotgan inson. Qadrdonim uchun tilagim loyihasi boshlovchisi Lobar Tursunova bo'laman. Loyihamiz, men ham onajon, loyihamiz orqali bugungi kuningizni fayzli va barokatli o'tkazish maqsadida o'zgacha nishonlash istagida siz tomon o'z samimiy tilaklarini yo'llagan mehrda tengsiz, mehribon insoningiz bor ekan. Nima deb o'ylaysiz, ushbu mehribon insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Taxminlar bormi? Taxminlar? Uzoqda Rossiyada yurgan o'g'illarim, Baxtiyorjon, Shohidjon o'g'illarim, kelinlarim bo'lishi mumkin. Albatta onajon. Ya'ni shumadiz. Barcha yaqinlaringiz, qizingiz Shahnozaxon opa, o'g'illaringiz Sardor Elyor aka, nevarangiz Doniyor Muhammad Ali, Nur Muhammad Said Alilar nomidan sizni yaxshi ko'rib ardoqlovchi o'g'lingiz Baxtiyorjon akam yo'llaganlar. Rahmat. Sog' bo'lsin. Sizga ham rahmat deb qolganingiz uchun. Arziysiz onajon. Tabriknomalarda umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ijozat bersangiz, o'g'lingiz yo'llagan tabrikni o'qib eshitiraman, maylimi? Rahmat. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho, o'xshashi yo'q mening onamning. Chiroyidan osmonda oy lol, bahor ta'zim aylaydi xushhol. Yo'qdir unday sohibi jamol, o'xshashi yo'q mening onamning. Bo'lam diye dil bo'ldi ado, bo'lam diye kunlari qadoq. O'zi ko'rmay o'tdi bu barmoq, o'xshashi yo'q mening onamning. Tog'ning tog'iga o'xshashi bordir, bog'ning bog'iga o'xshashi bordir. Oyning dog'iga o'xshashi bordir, o'xshashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho, hurdan go'zal malakdan zebo. Hayqiraman eshit ey dunyo, o'xshashi yo'q mening onamning. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va aziz bo'lgan mehribonim onajonim, g'amxo'rim, suyanchig'im. Har qadamda mening tayanchim, qadrligim onajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etaman. Alloh taolodan umringizni uzoq, rizqingizni mo'l, qalbingizni doimo xotirjam qilishini so'rayman. Siz bu hayotdagi eng bebaho insonimsiz. Sizning mehringiz, sabringiz va duolaringiz bilan ulg'aydik. Har bir qilgan yaxshiligingiz, biz uchun chekkan zahmatlaringizni Alloh ko'rib turibdi. Barcha ezgu niyatlaringiz ushalib, har bir kuningiz shukronalik va quvonch bilan o'tsin. Sizning kulguningiz uyimizga fayz beradi. Duolaringiz esa bizga kuch bag'ishlaydi. Hech qachon dard ko'rmang. Sog' salomat va baxtiyor bo'ling. Farzandlar, nevaralarning rohatini ko'rib yuring. Ularning ardog'ida, mehr va ehtiromida uzoq umr kechiring. Allohim sizni o'z panohida asrasin. Qalbingizni iymon nuri bilan to'ldirsin. Jannatlardagi eng go'zal maskanlar siz kabi mehribon onalarga nasib etsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan mehribonim deya o'z dil izhorlariga yakun yasatdilar. Sizning ham tilagingiz bormi? Allo. Jahonda borlig'im, tanda jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Jahonda borlig'im, tanda jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz.
suyanchim, panohim, soyabanimsiz. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Yoshgina umrini boy bergan ayol, meni azoblarda rizq tergan ayol. Yoshgina umrini boy bergan ayol, meni azoblarda rizq tergan. Kam qilmay o'stirgan ayol. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Kinna yo'ydirgan. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz.